Judayam kuchli og'riqlar bilan xolamiz bizga 6 kun oldin kelgan edilar. Muolajalardan keyin fikrlarini eshitamiz. Men Tolipova Surayyo Ratsentrdan keldim. Nima og'riqlar bilan kelgan edingiz? Tizzam, belim og'riyotdi. Bundan oldin ham lechini olib yurar edim. Endi yomon og'rib ketdi. Operatsiya deyishdi menga, ikkita joyga borsam. Operatsiya qildirmayman dedim. Keyin shu yerda eshitib keldim. Og'riqlaringiz bor hozir? Yo'q. Bizda 7 kun lecheniya oldingiz. Oldim. 7 kun lechini oldim. Og'riqlarim ham qoldi. Sizlarga rahmat. Tavsiya qilashmi kelishligini sizni ko'rib turganlar? Endi hamma qarindoshlarimiz o'zi hammasi og'riyapti. Meni ko'rib turishuvdi. Sen borsang yaxshi bo'lsa boramiz deyishuvdi. Mana endi hammani olib kelaman. Shukr. Rahmat sizlarga. Tavsiyalarimizni bajarib turing. Xudo xolasa ikkinchi kursga ko'rishamiz. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling. Sizlarni ham qattiq og'riqlar bezovta topgan bo'lsa, Skelet klinikasiga kelaveringlar. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Like bilan podpiskangizdan chiqardingiz.